bir qismini 10 ming dollardan qo'yildi degan Yaponiya. Ya'ni 94-yil ishlangan ko'n 3 parchalik haqida qissa nomli televiziya teatrining qo'yilish banchasini Yaponiya televiziyasida qo'yildi deb bir qismini 10 ming dollardan qo'ydiganga davlatimizga bir raqqosiz baho qo'ygan. Çünkü şu vaqtning o'zida 3 parchalik haqida qissani ishlashga nurg'un mablag' ketgan. Bular ishlab bo'lgan bir mablag'ni qaytarib ekla olamizmi deb o'ylagan. Lekin mana Yaponiyaning sotilishlarla bularning sog'an mablag'i qatlanib foydasi qo'yilib ketgan. Endi bu nima degan gap desanlar qaranglar, faqat Yaponiyaning televiziyasida Yaponiya 2-kanalda qo'yildiganning gapi bu kinoni akatmaydi 3 parchalikni. Aşağını qo'ysak bulu degan ruxsat delish. Endi men bugungi zamonda taratqular taraqqiy qilib, Doban deydan boshlangan bu ish. Bankan degan narsa yo'q bizning rayonimizda, shunami? Bir odam nurg'un ajr qilib, mablag' solib, cho'lponlarni taklif qilib, ishlab ma'lum bir televiziya teatriga kinoni ishlaydi. Lekin buning bo'lgan bir nashr huquqi, ijdorlik huquqi qarta tövən bo'lib qolg'achqa sağlam mablag' tushib pul topolmaydi, shunami? Ya'ni mana davlatimiz ishlagan, masalan, televiziya teatri bo'lsa, shu 3 parchalikni Yaponiya o'zinikini qo'yish uchun küçürüp ektiş ulunum kuldun kildi. Doban girgen sizden bekerek usta, lekin ular unda qilmaydi chuqur. Devletimizin şu ruxsat elib, mana bersanlar bizim qo'ysa xo'pdika, shuni manchilik pul xashlaylik deb to'lab turib qo'yayotganning ishi. Endi bu yerda 4 klassik kaslarning ichida Yaponiya o'zi ishlaganlarimi bor. Lekin devletimiz ishlaganiga haqiqatan ajoyib qo'l qo'ygan, qoyil bo'lib ketgan bo'libmi? 3 parçalık haqida qissani Yaponiyaliklar bakchong bilgan. Bizdimi bekerek tadqiq qilib, mendek so'zlaydigan qadi kitobda nechtisi varmış Yaponiyada shu vaqtning o'zida. Hatto bir qatim quyilib tugagandan keyin qayta cho'ng o'qib berishni butkul Yaponiya ommasi xalqi talab qilgan, ajoyib dahshatli talab qilgan. Bu Yaponiya televiziya tarixida birdan-bir qayta qo'yishni talab qilgan, ya'ni 2-qatim, 3-qatim qo'ysan o'ldi deb majbur talab qilgan televiziya teatri faqatlamash 94-yil ishlangan 3 parchalik haqida qissa. Uningdan boshqa Yaponiya tarixida bunday chet el ishlangan televiziya teatrini bizga qayta qo'yib beradigan bunday ish ko'rilib boqmagan. Hatto bu filmning film naqshini shu vaqtda ajoyib moda bo'lib ketgan. Bular qayta anglaydigan radiolarda qo'ydigan. Adimsim ko'n 3 parchalik haqida qissaning naqshlari bir qadar yaqimliq payz islam yoqtirib anglamsizlar. Tan anglab baqili. 去了不叫证明。